traktor, arra. Mustaqil yurolmaylik, kontraktura bo'lib qotib qolgan. Bu yoqdan уже harakat yo'q. Yordam berasiz va harakatimiz mana shu qadar. Hakim opam keldilar mana bizga, ishemik insult o'tkazganlar. O'ng qo'l oyoqda harakat cheklanishlari bor. Kel. Sekin o'tiramiz. Bu qo'l bilan nima ishlar qilasiz? Qo'lni cho'zish, ko'tarish, yonga tushirish, hamma harakatlar bor. Qo'l bukiladi, yoziladi. Bu qo'limizda-chi nima ishlar bor? Yordam berasiz va harakatimiz mana shu qadar. Bundan ortig'iga bormaydi. Bo'ldi, tushunarli. Endi bu oyoqni ko'taring. Ko'taring, buni oldinga kelqazing. Harakat qildiring barmoqlaringiz. Kontraktura bo'lib qotib qolgan. Bu yoqdan уже harakat yo'q. Unda bismillah deb turamiz. Bu yaxshi. Endi sekin. Qadam tashlaganda qiynalasiz. Qani? Tushunarli. Bu yerda hozir tizi bukilmayapti. Birinchi o'chirib, O'zlari lekin mustaqil yurolmaylar. Kimdir yordamga kerak, xoligina. Nutqlaringizda-chi, mana gapirishingizda qanday o'zgarishingiz bor? Oldin yaxshi, normal gapirdim. Hozir Qiynalib. Traktor deb beringchi. traktor, Arra. arra. Xudo xolasa mana 10 kunlik lecheniya qilamiz. Nasib bo'lsa nervlarni tiklaydigan, o'sha nervlarni uyg'otadigan mushaklarning spazmlarini ketkazadigan lecheniyani qilamiz va dinamikani ko'rib boramiz. Nasib bo'lsa yaxshi natijadan biz ham umid qilamiz.